orqadaman dedim. Menchi har oy ushib qolmayman. Har oy ushib qolmayman. To'g'risi. Ukam ham, men ham har oy ushib qolamiz. Qachon bular bo'y berganda, qachon bular plan qilganda emas. O'zim xohlagan paytda ushib qolmayman. Men yoshman, men chanqoqman. Tez bo'y o'tkazib, rekordni ham chiroyli qilib, tez oktagon ko'rmoqchiman. Klitka ko'rmoqchiman deylik. Aka yaxshimiz, rahmat. Go'sti. TikTok emas-ku bu. Assalomu alaykum Abduxon. Sabon aka, assalomu alaykum. Men har oy ushib qolmayman, har oy. O'shaning uchun sekin astalik bilan oktagondan ketyapman. Bunga sabab Timurjon degan odam eng kattasi oktagonda. Yozdim. Assalomu alaykum brat. Sizdan bir iltimosim bor edi. Men bilan shartnomani bekor qiling. Buncha bo'lgan muammolardan so'ng menimcha hammamiz o'zimiz yo'limizdan ketsak ma'qul. Men boshqa oktagonda qolishni istamayman. Iltimos meni qo'yib yuboring deb yozdim. U odam ochib javob ham qaytarmadi. Впереди камера на разметку. Menimcha ular maslahatlashishgan va meni qo'yib yuborishi ko'rib chiqishgan degan umiddaman. Yarashib olish uchun, uzr so'rash uchun emas, meni qo'yib yuborish uchun kelyapti degan umiddaman sultonni. Allohimga shukr deyman. Duo qilib turadigan yonimda ota-onam bor. Sinfdoshlarim, o'rtoqlarim, qolaversa mana kuzatib turgan mingdan oshiq insonlar bor. Hech bo'lmasa 20 ta qolsanglar ham men sizlar uchun jang qilaman. Sizlar uchun kurashaman. Hali ana shu insonlar bir umr afsuslanishi uchun harakat qilaman. Menga qilingan adolatsizliklar, menga bo'lgan ishlar uchun bir umr o'zini kechira olmasligi uchun har kuni harakat qilaman. Sizlar uchun harakat qilaman. Mana Imyalin bor, Aylin. Впереди камера на 70. Mana shu sizlar uchun, har bitta men uchun kurashayotgan, tirashayotgan, aktiv bo'layotgan insonlar uchun, har biringlar uchun. O'zgardi qancha do'stman degan soxtalar kulib. Men doim oldingizdaman, rahmat. Voy akajonim. Men bilaman kim qanchalik men uchun podдержка berayotganini. Etallolayev degani bor. Men shu kuzatuvchilarim orasida. Hasanovni bilardim. Sizlar siniylar. U To'xtarni kommentlarida juda bir qo'llab. Впереди камера на 50.